70 yaş atacım. Nega savol. 72 yaşlı Ataxondan og'riqli hikoya. Assalomu alaykum aziz otaxonlar va mu'nisa onaxonlar. 70'ten keyingi hayot YouTube kanalimga hoş kelibsiz. Sizler bilan yana bu kanalda sog'liq salomatlikda uchrashib turganimdan bag'ayat xursandman. 70 yoshdan ota va farzand mojarosi. Real voqea. Bugun 2026 yıl 24 yanvar shanba kuni, dam olish kuni. Men Azat Ata Jumaniyazov 72 yoshdaman. Men videoning boshida o'zimning shajara daraxtim rasmini qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu rasmni nimaga qo'yganimni tushunib olasiz. Bugun men sizlarga dars berish uchun emas, shikoyat qilish uchun emas, balki ancha vaqtdan beri meni qiynayotgan, yurakda yig'ilib qolgan bir haqiqatni aytish uchun gapiraman. Hayotimda sodir bo'lgan real bir voqeani so'zlab beraman. Bundan ancha yillar oldin bir muammo meni juda qiynadi. Muammoni yechish uchun ko'p o'ylandim, izlandim va nihoyat bu muammoga ijobiy yechim topdim. Topgan yechimimdan huzurlanib, yelkamdan tog' ag'darilganday yengil tortdim. Men shuni aniq bilamanki, bu muammo hayotda bor va hozir ham ko'p odamlar unga to'g'ri yechim topolmay juda qiynalishadi. Yashirmayman. Yana bir marta takrorlayman. Bu muammo mening hayotimda ham bo'lgan va men uni aql bilan shoshilmasdan ijobiy hal qilganman. Zero mening hayot tajribam va bu muammoning men topgan yechimi ko'pchilik odamlarning ham muammosini hal qilib, ularning hayotini to'g'ri yo'lga tushishiga foydasi tegar degan umidda men bu videoni yaratdim. O'ylaymanki, bu video ko'pchilik yoshi ulug' insonlarga ham va hali navqiron yoshdagi yigitlarga ham foydali saboq bo'ladi va ularning muammosini hal qilib, hayotini to'g'ri izga tushiradi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, boshladik. 2-3 yillar oldin bir kuni kechqurun uyimga qo'qqisdan juda yaqin bir do'stim keldi. U bilan ko'p vaqtdan beri uchrashmagan edik. Rosa xursand bo'ldim. Kechasi bilan uxlamay miriqib so'zlashdik. U ertasi ham ketmadi. Shu tariqa menikida 2 kun qolib ketdi. 3-kuni men sal xavotirlanib, uning o'g'liga telefon qildim va dadam qayerdaligini bilasanmi deb so'radim. U biroz izzali ohangda 2 kun bo'ldi, dadam uyda yo'qlar, qayerdaligini bilmayman, so'ramagan odamim, qidirmagan joyim qolmadi dedi. Dadam menikida, darrov kel dedim. O'g'il keldi. Lekin do'stim o'g'lining salomiga alik ham olmadi. Bir nuqtaga uzoq tikilib jim qoldi. O'rtaga og'ir bir jimlik tushdi. Men hech narsaga tushunmay hayron edim. Biroz vaqt o'tgandan keyin
O'g'il hech nima demasdan sekin chiqib ketdi. Shundan keyin ko'zida yosh bilan do'stim menga yorildi. Uyimizda mening ayrim xonam bor. Birinchi qavatda dedi. Izoh: o'g'lining 2 qavatli dang'illama hovlisi bor. Mening oyog'imda ko'ksartroz kasalligim bor. Shuning uchun menga birinchi qavatdan xona ajratib berishgan, dedi u. Men uning oyoq og'rig'i borligini bilar edim. Chunki u do'stim oqsoqlanib hassada yurardi. Yaqinda men kasalxonada davolanib chiqdim. Kasalxonadan uyga kelib xonamga kirayotganimda nevaram menga: "Ota, xonangizda mehmon bor. Oyimning qarindoshlari kelishgan. Siz 1-2 kun 2-chi qavatda bo'lib turarkansiz." Dedam shunday deb tayinladilar, dedi. Men endigina og'riqli oyog'imni davolatib kelgan bo'lsam, og'riq bilan 2-chi qavatga qanday chiqaman deb esankirab qoldim va birozdan keyin o'zimga kelib, shahar aylandim, sekin senikiga mehmonga keldim, deb bor haqiqatni aytib berdi. Keyin u menga bank plastik kartasini berib, "Pensiyalarim shunda. Agar kerak bo'lsa menga pul jo'natarsan. Men bugun kechki poyezdda Rossiyaga ketaman", dedi va uydan chiqib ketdi. Men uning bu gaplaridan hangu-mang bo'lib joyimda o'tirib qoldim. Bu mening hayotimda yuz bergan real voqea. Keling, endi bu voqeani shoshilmasdan tahlil qilaylik va ikkala tomonga xolis baho beraylik. Tarixga nazar. Ota-bola muammosi bu insoniyatning abadiy muammosi. U kecha, bugun paydo bo'lgan emas. U insoniyat yaratilganidan beri bor. Odam ota va mama Havolar Alloh tomonidan yaratilgan. Ularning ota-onasi bo'lmagan. Lekin biz insonlar ularning farzandlarimiz. Shuning uchun odam ota va mama Havolarimiz otam onam demaganlar. Faqat farzandlari bizlar to'g'rimizda o'ylaganlar. Mana muammoning ildizi, kelib chiqishi. Bu muammo to'g'risida buyuk mutafakkir Abul Qosim Firdavsiy o'zining Shohnoma asarida ota-o'g'il Rustam va Suhrab ziddiyatida ko'rsatib o'tgan. Rus yozuvchisi Ivan Turgenev ham o'zining Otalar va bolalar asarida bu muammoni tasvirlagan. Endi yana muammo tahliliga qaytsak. Xo'sh, 70 dan oshgan ota nega jim qoldi? Yana takrorlayman. Men 72 yoshdaman. Bu yoshga yetib shu narsa aniq anglab yetdimki, inson keksayganda tanasi emas, qalbi, ruhi yolg'izlanib qolar ekan. Yosh paytimizda ovozimiz baland edi. Farzandlarimizga yo'l ko'rsatdik, qattiq gapirdik, hatto talab ham qildik. 70 dan keyin vaziyat o'zgardi. Endi yolg'izlik ajralmas hamroh. Yaqin do'stlar oz. Ayrimlari bu hayotni tark etgan. Tanadagi kuch-quvvat kamaygan. Farzandlarning pardali tanbihlari qo'shtirnoq ichida bot-bot qulog'imizga chalinadi. Hayotning ko'pi ketib ozi qolgani sezila boshlaydi.
Mana nima uchun ota jim qoldi. Bu jimlik esa farzandga hammasi yaxshi degandek tuyuladi. Aslida esa ota jim. Chunki o'zining keraksiz yuk bo'lib qolganligini anglab yetgan. Endi farzandga kelsak, u nega otadan uzoqlashadi? Farzand yomon bo'lib ketgani uchun emas. Zamona tez, hayot shiddat bilan o'zgarmoqda, yangilanmoqda, olg'a ketmoqda. Ish, pul, oila, bola-chaqa tashvishlari hamma vaqtni o'g'irlaydi. Ota-ona uchun esa vaqt yo'q. Farzand shunday deb o'ylaydi. Dadam bardam, yegani oldida, yemagani ortida, ustida uyi bor, o'zining xonasi bor. Demak, hammasi yaxshi. Lekin otaga uy, ayrim xona, tayyor ovqat emas, bir og'iz shirin so'z, bir qo'ng'iroq, dada oyog'ingiz og'rimayaptimi degan gapdagi mehr, e'tibor kerak. Farzand esa buni kech anglaydi. Ko'pincha juda ham kech. Kimni ota-onasi tirik bo'lsa, men sizlarni oyoqlaringizga yiqilib ta'zim qilishga tayyorman. Kimni ota-onasi tirik bo'lsa, men sizlarga ta'zim qilaman. Chunki sizlar baxtli odamsizlar. Ota-onalaringizni qo'l oyoqlarini tuvob qilib yashaylar. Erta bir kun bizday haligi boshingizga kulfat tushsa, otangiz tirik bo'lsa, o'g'lim, hayot shunaqa derdi otam. Bardam bo'l. Hali bunga o'xshagan nohaqlikni ko'p ko'rasan derdi. Shu gapim meni jangovar holatga qaytarardi. Lekin ota o'lgandan keyin boshimga ming bir malomatlar, tuhmatlar yog'ilganda otaday hech kim o'g'lim bardam bo'l. Hayot shunaqa demadi. Demaskan onam tirikligida maishatlar, prokurorlar, rahbarlar bilan choy ichib, soat 2-3larda uyga borsam, onam uxlamay turardi. Va men katta bo'lib, 4 ta bolani otasi bo'lib, davralardan uyga kelsam, 4 ta bolam bor. Onam baribir uxlamasdi. Bolam keldingmi derdi. Ona o'lgandan keyin ularni o'rni juda bilinarkan. Shu uchun ota-onasi borlar. Ularni injiqligini, ba'zi bir qo'pol gaplarini ko'nglingizga olib yurmang. Ular mehmon bu dunyoda. Ming afsuski 30, 40, 50 yosh orasida hamma ota-onasidan ajraladi, aksariyat. Mana shu davridagilar ota-onalaringizni ko'taring haligisini. Mayli ular injiq bo'lib qoladi. Umri o'tib ketayotganini bilib ehtimol asabiy bo'lib qoladi. Og'ir bo'ling, yaxshi gapiring. Mani eslaylar. Mani gaplarimni aytinglar. O'zlaringizga aytinglar-da, ota-onaga yaxshi muomala qilinglar. Menday keyin boshlaringizni devorlarga urib yashamaysiz. Faryod qilmaysiz. Pushaymon qilmang menday. Men juda ko'p afsus chekaman. Endi bu vaziyat qanday paydo bo'ladi? Shu to'g'rida so'zlashsak. Ota, men ko'p narsani ko'rganman va bilaman deydi. Farzand esa shunday javob qaytaradi. Hozir zamon boshqacha. U zamonlar o'tib ketdi. Bunday qaraganda ikkala tomon ham haq. Lekin bir-birini eshitmaydi, bir-birini tushunmaydi. Ota o'z tajribasini pesh qiladi, farzand esa
o'zining mustaqil katta odam bo'lib qolganini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Natijada esa bir-birini eshitish, tushunish emas, ota-bola o'rtasida parda ortidagi ko'rinmas tortishuv paydo bo'ladi. Mehr ketib, oraga sovuqlik tushadi. Ota o'ylaydi, bu uy, bu mashina hammasi mening mehnatim. Farzand esa hozir hammasini men qilyapman deb fikrlaydi. Bu yuzga ochiq aytilmay ota va bola ichida qolib ketayotgan gaplar kuchli bombaga aylanadi va bir kun kelib portlaydi. Bu haqiqatni bundan 100 yil oldin psixoanaliz otasi Sigmund Freud isbotlagan edi. Bu muammoning yechimi bormi? Bor. Mana u yechim. Ota farzandga berganini esga olmasin, unutsin. Farzand esa hozir qilayotganiga minnat qilmasin. Chunki bu ota-ona o'rtasidagi o'zaro hisob-kitob emas, bu hayot. Ertaga farzandning ham boshida bor bu savdo. Ota esa omonat. Og'izda aytilmaydigan, tilga chiqmaydigan yana bir haqiqat. 70 yoshdan oshgan ota-ona nimadan qo'rqadi? Yolg'iz qolishdan, farzandlari tomonidan unutilishdan, mehr muhabbat yo'qligidan, kasal bo'lib farzand bo'yniga yuk bo'lishdan qo'rqadi. Ota-ona buni hech kimga aytmaydi, chunki farzandini boshqalarga yomon ko'rsatishni istamaydi. Lekin ichida yig'laydi, ichida do'zax o'ti yonadi. Ikki tomon uchun ham eng maqbul va to'g'ri yechim bitta. Mana u. Ota-onaga aytadiganlarim: kam gapiring. Farzandlaringiz haqiga ko'p duo qiling. Tanqid emas, ibrat ko'rsating. Farzandlaringizni hali ham yosh bolakay deb o'ylamang. Farzandlarga aytadigan gaplarim: keksa ota-onaga qarash vazifa emas, bu taqdir. Ota-onangizning tirikligi Allohning sizga inoyati. Ularga bo'lgan gina-gudurlaringizni unuting. Ular bugun bor, ertaga yo'q. Ularga bir qo'ng'iroq sizga bir umrlik savob. O'zim boshimni o'tkazdim. Onam rahmatli. O'zlar ovqat yemayapti-da. Tashashni olib kelbersang zo'r bo'lardi. O'ldirdim, Fatima bombaga olib kelberadi. Shuni sam yo o'zi olib keladi. Buni o'zim olib keladi. Yo bo'ldi, yo'ldan qaytmadi, ilohim Alloh. Shundan yo'lga chiqib ketdim. Chorshanba bo'lsa payshanba o'ldilar. Juma kuni o'zi juma kuniga chiqar deydi. Menda shu armon bo'lib qo'ygan. Endi ana o'zinglarda ham bo'ladi. Uylansangda ham boshqa. Nevarali bo'lsangda ham onanglar bo'lsa boringlarda boshinglarni shundoq oyog'iga qo'yinglar, shundoq boshinglarni sinasin. Ben shuncha aytaman, ota-onasi borlar. Men boshimdan o'tgan bilaman.
O'zinglar ham bilasizlar, bu narsani o'zlari ham biladi. Erta kiraman, indin kiraman, zo'r gapi bor-da ota-ona. Farzanding kasal, onang kasal. Sen o'rtada olsan, adasi farzanding kasal bo'lib qoldi deydi. Men o'zim boshimdan o'tgan narsa. Onajon, hozir sizga boraman, yur, bora farzandingga bor. Senga yo'qotib ketding, yo'q. Sen yo'qot. O'zing tom o'tirgan bo'lasan. Ha, shundoq ketasan-da shuni oldiga. Onang qolib ketdi. Ona qolib ketdi. O'shaning uchun odam ato bilan Havoni ota-onasi bo'lmagan ekanda. O'shaning uchun biz bolam derkanmiz, bolam derkanda. Hech qachon ota-ona Ulardan meros olib qo'ygan ekan deysiz. 70'dan oshgan ota-ona nimadan quvonadi? Ota-ona nabirani qattiq yaxshi ko'radi. O'zining yagona quvonchi deb hisoblaydi. Farzand esa aralashmang shaklida ko'rinmas chegara qo'ymoqchi bo'ladi. Bu noto'g'ri. Aslida ota nabira uchun tarbiyachi emas, mehr, muhabbat manbai. Farzand shuni bilib qo'ysinki, nabiralarga berilgan mehr kelajakda nabiralardan albatta uning o'ziga qaytadi. Shu yerda video boshidagi shajara rasmiga qaytib, o'zimning shajaram to'g'risida ikki og'iz gap aytib o'tsam. Mening shajaramning boshi Sulaymon Boqirg'oniy oddiy xalq ichida hakim otaga borib taqaladi. Ya'ni shajaramiz boshida hakim otamiz turadi. Mening bobokalonim Do'san shayxning ikki o'g'li bo'lgan. Kattasi Alloh bergan, kenjasi Jumoniyaz. Alloh bergan bobomning ikkita qiz farzandlari bo'lgan. Lekin uning o'g'il farzandi bo'lmagan. Shuning uchun shajara daraxtining bu qismi yangi navdalar chiqarmagani uchun, yangi o'g'il farzand yo'qligi uchun qurib qoldi. Afsus. Shajaramizning ikkinchi Jumoniyaz bobo qismida esa bitta o'g'il Masharif ota va ikkita qiz farzand bo'lganligi sababli yangidan yangi navdalar chiqib, ya'ni o bolalar va nevaralar tug'ilib, gurkirab yashnamoqda. Bolalarimiz, nevaralarimiz bizning kelajagimiz. Ularning sog' omonligini Allohdan tilab har kuni duo qilaman. Yakuniy xulosa. Men bu gaplarni kimlarnidir ayblash uchun emas, muammosiga yechim topa olmay qiynalayotgan eldoshlarim uchun va ba'zi g'aflat uyqusidagi bandalarni uyg'otish uchun aytdim. Chunki vaqt bor paytida ota-onaga ko'rsatgan mehrimiz Allohning sizga bergan imkoniyati. Ertaga kech bo'lmasin, keyin qilgan dod faryodingizdan foyda yo'q. O'zim boshimdan o'tgandan onam rahmat deydi. O'zlar ovqat yemayapti-da. Bitta shashlik olib kelib bersangiz zo'r bo'lardi. O'ldirdim, Fatima bomba ketib olib kelib beradi. Shuni desam, yo o'zing olib kel. Bo'ldi o'zim olib kelaman. Yo bo'ldi, yo'ldan qaytma dedi. Ilohim Alloh. Shundan yo'lga chiqib ketdim. Chorshanba bo'lsa payshanba o'zilar, juma kuni o'zi juma kuniga chiqar deydi. Menda shu armon bo'lib qo'ygan. Menda shu armon bo'lib qo'ygan. Menda shu armon bo'lib qo'ygan. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Fikrlaringizni video pastidagi izohda qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' omon bo'lin.